Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston xalq qaranglar do'stlar, hozir mana shuncha o'zbekistonlik hoji akalarimizni ko'rib qoldik. Eng qizig'i bularning ichlarida o'zimizni qishloqdan ham dadam o'rtoqlari ham kelibdi. Ziyoratlarni qabul qilsangiz. Rahmat. Mana akamizni ko'rib qoldik. Mana. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Dadam kelyapti ertaga inshaalloh. Niyatlarimiz yetishib mana ko'rishdik mana. Yurtimiz tinch bo'lsin, Allohim hamma o'ylagan maqsadlarimizga yetkazaylik. Do'stlar, xullas, bari o'zbeklar boshqachada do'stlar. Mana. Mana shu ko'k kiyimni ko'rsak o'zi o'zbekligimiz bilyapti. Hozirligi yotoqxonaga boramiz hozir. Yo'lga boramiz. Sinfdoshlar mana o'rtalar hammasi yaxshi bo'ldi, mana o'rta. Rahmat, inshaalloh.